Ras ketdimi? Bosingizlar. Avvalambor assalomu alaykum mening hurmatli va behurmatli podpischiklarim. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, bugun bizda yangi rubrika. Rubrikamizning nomi Sniperda bomba rejimda, ya'ni Search and Destroy deydi. Bilmasanglar, o'sha bomba rejimda qanaqa qilib sniperda o'ynash. Sizlarga oson bo'lish uchun men buni 7 ta bo'limga ajratib chiqdim. Ko'pchilik xato qiladi. O'shaning uchun hammasini birma-bir ko'rsatib ketishga harakat qilaman degan umiddaman. O'yinda sniperda o'ynashni biladiganlar, iltimos, mazgimni qotirmanglar. Bu sizlar uchun emas. Может, sizlarga qanaqadir foydasi ham tegishi mumkindir. O'yinga yangi qiziqib keladiganlar uchun, yoki sniperda o'yinda o'rganmoqchi bo'lganlar uchun tak videoni boshlashdan oldin o'sha abizorda gapi. Okey, post qo'ydi, okey-nami nahvoy. Kirib, like, подписка nahvoy kerak emas. Komment, repost. Pashol nahvoy. Xo'p, boya aytib o'tganimga o'xshab 7 turga bo'ldim. Birinchisi bizada noto'g'ri harakatlanish, ya'ni movement. Ikkinchisi bo'lsa panika qilib otishish, ya'ni odam oldiga kelib qolganda qaltirab qolish. Uchinchisi hamma bilgan sensitivity, ya'ni чувствительность so'zlamalari. To'rtinchisi ingliz tilida crosshair placement deyiladi. Естественно, o'zbek tilida dangasa nishon deb tarjima qilinadi. Ya'ni pritselda odamni kallasiga emas, beldan tagiga qaratib yurish. Beshinchisi duellar 1ga 1 qolib ketganda, 2ga 1 qolib ketganda, yoki 3ga 1 qolib ketganda qanaqa o'ylash kerakligi. Xo'p, oltinchisi blank scope deyiladi ingliz tilida, o'zbekchada chala pritsel ochib o'tganingizda tegib qoladigan vaziyat, o'sha taymingida o'qish. Yettinchisi protivnikimizni, ya'ni dushmanimizni harakatini oldindan bilmasligimiz, IQ darajasi. Xo'p, bo'lmasa birinchisidan ko'rib chiqamiz. Noto'g'ri harakatlanish, movement. Sniperda ochishdan oldin har bir harakatlaring aniq hisoblangan bo'lishi kerak. Agarda siz sakrab yoki patkat berib, sirpanib chiqayotgan bo'lsangiz, pritselingizni taxminan o'sha protivnikingiz, ya'ni dushman chiqadigan tomonga qaratib qo'yish. Agar yo'q, qiynalaman, sakrab turib, yoki patkatda pritselni qo'yishga kallasiga yoki beldan tepaga qo'yishga qiynalaman desangiz, oddiyroq boshlang'ichida prosta joyingizdan turib otib ko'rishingiz kerak. Lekin unaqada o'sish juda qiyin bo'ladi. Chunki siz snipersiz, bu sizga boshqacha o'yin emas. Call of Duty hamma biladi, Call of Dutyda sniperda bitta miss qilib, bitta ura olmasangiz, patkat bilan kelib oldingizdan chiqib ketishlari mumkin. Buni trenirovka qilish juda oson. Prosta qotib turgan botlarni otib chiqishingiz kerak. Ana o'shanda keyinchalik o'zingiz aytasiz: "Bilet, bular juda osonlik qilyapti menga. Qani bir botlarni qimirlatib ko'raylikchi, keyin bir yurib, yo bir patkat berib otay" deb qarabsizki, siz o'zidan o'zi movementingizni to'g'rilayverasiz. O'shanda patkat berib otib ko'rasiz, sakrab turib otasiz, qarasangiz o'qingiz tegyaptimi? Значит, o'sish bor. Xo'p, ikkinchisi panika bilan otishish. Ko'pchilikda e'tibor beraman, oldiga odam kelib qolsa, protivni ko'rganda shoshib pritselda ochar-ochmas boya Aziz akamizni gapiga o'xshab ko'rinar-ko'rinmas deydi-ku, xuddi shunday ko'rinar-ko'rinmas qilib qaltirab otib yuboradi. Unaqa qilish yaxna xato. Siz snipersiz, komandadagi, endi to'g'ri komandada 5 alasi ham sniper bo'lishi mumkin. Siz ajalib turishingiz uchun shunaqa ashibki qilmasligingiz kerak. Siz prosta tez otishingiz emas, tez aniq otishingiz kerak. Tepada aytganimga o'xshab botlarga trenirovka qilganinglardan keyin yugurtirib, o'zingizlarning oldilariga kelib, yoki o'zingiz oldiga borib 1-2 marta otib ko'rganingizdan keyin bu sizga yangilik bo'lmaydi. Bemalol chiqqaningizda, lopingizdan chiqqanini otasiz. Uchinchisi va hamma savol beradigan narsa bu sensitivity, чувствительность. Ko'pchilik so'raydi, чувствительность tashlab bering. Yo'q, чувствительность tashlab bergan bilan sizlar u odamchalik o'ynay olmaysizlar. Chunki u odam tezroq pritselga qo'yib o'ynashi mumkin. Sizlarda sekinroq udobna bo'ladi. Yoki naborot bo'lishi mumkin. Sizlar tezroq o'ynaysizlar, boyagi odamning чувствительность sekinroq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun erinmasdan trenirovkasiga kirib, har bitta botni otib, чувствительностьni o'zingizlarga qaratib moslab olganinglar yaxshi. Lekin men maslahat bermayman, agar telefonda bo'lsanglar,
snayperda чувствительность baland qo'ygani. Chunki snayperda чувствительность baland qo'ysanglar, telefonda bo'lsanglar, uzoqdagi odamni otish juda qiyin bo'lib qoladi. Eng важный kerakli narsa protiv, ya'ni dushman orqangizdan kelib bo'lsa, bitta burilishda 180 gradusga tez burilishingiz. Bo'lmasa, orqangizdan kelib qolishsa, ketdingiz. Xo'p, 4-inchisi dangasa nishon, ya'ni crosshair placement deyiladi. Ko'pchilik bilsa kerak, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Lekin o'zim e'tibor berganman, snayperda olib protivni oyog'iga, beldan pastga qaratib yuradiganlar juda ko'p. Tepada birinchi qoidadan aytganimga o'xshab, pritsel har doim protivingizni beldan tepasiga qarab turish kerak. Patkat qilib chiqasizmi, sakrab chiqasizmi, nima qilib bo'lsa ham pritsel ochganingizda o'sha pritselni dushmaningizni kallasiga bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi. Xo'p, 5-inchisi duellar. Bu vaziyat juda noqulay bo'lib qolgan paytlari bo'lsa ham, ba'zi bir pizdukchalar bor, o'zini ko'rsataman, komandamda oldida ko'radi, hozir 1 ga 1 olib chiqaman, 4 ga 1 olib chiqaman, 5 ga 1 olib chiqaman deydiganlar uchun. Duellarni klach deb almashtirsak ham bo'ladi. Ya'ni klachlar 1 ga 1 qolib ketsangiz, olib chiqish 50 ga 50, lekin 4 ga 1 qolib ketganingizda olib chiqish где-то 90 ga 10% bo'ladi. Agar o'shanda ham professional igrok bo'lsangiz, ham aniq emas. Естественно, 90% sheriklaringiz aytadi, bo'ldi raundni berdik deydi, lekin o'sha 10% bir kishi ishonib turgan bo'lishi ham mumkin. O'sha ham bo'lsa o'zingiz bo'lasiz. Xo'p, bunaqa vaziyatda nima qilish kerak? Birinchisi, aimga ishonish kerak ko'proq. Siz snaypersiz, bittadan bitta ursangiz, ular boyagi har bir qisqaraverganiga duxini beraveradi. Siz shunaqa joylardan chiqingki, protivlari sizni kutishmasin. Orqasidan chiqasizmi, yonboshdan chiqasizmi, tepasini sakrab kelib urasizmi, farqi yo'q uni. Sizni kutmasligi kerak. Mabodo agar 1 ga 1 qolib ketsanglar, protivingiz sizni shu darajada joningizni boyagi bir xp qoldi deydi-ku o'sha. Shunaqa momentda shoshilmasdan jonni to'ldirib olib, albatta eng важныйsi vaqtga qarash kerak. Bomba rejimda juda azob narsa vaqt. Bombani qo'yib sizni normalligini otib qo'ygandan keyin bitta joningizni to'ldirasiz, bir aylanib kelsangiz o'z avtomatik joningiz to'ladi. Kelib bemalol otsangiz bo'ladi. 6-inchisi blank scope, ya'ni taymingni bilmaslik. Chala pritselga olib otganingizda taymingni bilishingiz kerak. Qachon tegadi, qachon tegmaydi. U endi bu ham 50-50 vaziyat, aniq 100% aniqlab bera olmaysiz, qachon tegadi, qachon tegmaydi. Lekin agar siz snayperda o'ynab ketaversangiz, o'sha o'ynaydigan snayperingiz o'zi ko'zingizni moslashib qoladi. Qanaqa qilib bu taymingda o'qiyman desangiz, tepada aytganimga o'xshab trenirovkaga kirasiz, chala pritselga olib otib ko'rasiz. Har bir otganingizda o'zi ko'zingiz o'rganib qoladi o'sha narsaga. Keyin chala pritselda ham otaverasiz, pritselda ham otaverasiz, bemalol bo'lib qoladi. 7-inchisi va oxirgisi protivimizni harakatini bilmaslik, o'qiy olmaslik. Boshida aytganimga o'xshab IQ darajangiz. Оружие olsanglar, protivingiz qayerga bo'lsa, o'sha joyda pritsellab otasiz, 4-5 ta o'qda o'ladi. Snayperda unaqa emas. Snayperda tepada aytganimga o'xshab bitta miss shot qildinglar, ya'ni tekkiz olmadinglar. Ikkinchisida u sizni o'ldirib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun snayper bo'lsangiz, protivingiz, ya'ni dushmaningiz qayerga kelishini bilib turib, oldinroqga otishingiz kerak bo'ladi. Masalan, protivingiz yugurib kelyapti o'ng tomondan. Siz protivni o'ziga otmaysiz. San o'ngrog'iga otasiz. O'zi tayminglarni o'zi bilan protivingiz shuna yuguradi, borib o'laveradi. O'sha imенно snayperga siz otgan salgina oldinroqda otgan o'qlaringiz borib tegadi. Agar u joyida turib otayotgan bo'lsa, o'sha birinchi qoida tepadagi patkat berib, sakrab turib ursanglar, odamni o'ziga qaratib, qotib turgan odamni o'ziga qaratib, o'qinglar tegadi. Menda hozircha shu. Sizlarga sanab bergan 7 ta bo'limlarimga qarab o'rganib chiqsanglar, videoni agar tushunmagan bo'lsanglar, boshdan ko'rsanglar, aniq foydasi tegadi degan umiddaman. Sizlar bilan Elon, ya'ni Akbar bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz.